Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqadiki, umra safariga ketayotgan bir 250 ta odam aeroportda o'tirishibdi-yu, ro'yxatga olish boshlanibdi. Bir opoqi navbati kelganda aqqini qarabdi, bag'ini qarabdi, hujjatlar yo'q. Pasport, bilet, nimalar uyda qolib ketgan. Uyga borish 2 soat, qaytib kelish 2 soat, 4 soat. Aqbaq bilan 4,5 soat vaqt ketadi. Borib kelgungacha. U 4,5 soatda Jiddaga yetib bo'ladi. Bitta odamga samolyot to'xtab ham turmaydi. Endi deydi, haligi opoqi oqtarib topolmaganidan shunaqa dod deb yig'lashni boshladiki, eshitib yurak bag'rimiz ezildi, deyapti. Aytadiki, opoqi, "Ey Robbim, men qari bo'lsam ham sen qarimassan-ku. Men unutguvchi bo'lsam ham sen unutguvchi emassan-ku. Men esdan chiqarguvchi bo'lsam ham sen esdan chiqarguvchi emassan-ku. Men seni baytingga ketyapman, ey Robbim, yo borishligimni xohlamaysanmi?" deb qayta so'rayapti. Ba'zi bir eshitganlar, "Oy opoqi, buna qilib duo qilmaydi. Alloh taolo muluku dunyo va oxirat, dunyo va oxiratning podshosi bo'lsa, olamlarning Robbisi bo'lsa, Allohga ham shuna deydimi? Allohga yaliniladi, yolvoriladi, iltijo qilinadi desa quloq ham solmasdan, "Ey Robbim, men qari bo'lsam ham sen qarimassan-ku. Ey Robbim, men esdan chiqarguvchi bo'lsam ham sen esdan chiqarguvchi emassan-ku. Ey Robbim, men unutguvchi bo'lsam ham sen unutguvchi emassan-ku. Men seni baytingga ketyapman. Men seni baytingni tavof qilgani ketyapman. Men seni roziligingni topgani ketyapman. Yo sen meni borishimni xohlamaysanmi?" deb dod deyaptilar-da, deydi. Bir mahal hamma o'tib bo'ldi-yu, opoqi dod deganicha qoldi, deydi. Samolyotga chiqib o'tiribmiz. Kamoli berilib ketganimizdan, u kishiga rahmimiz kelganidan, yurak bag'rimiz ezilganidan masofa ancha bo'lsa ham, chunki u kishi aeroportda zalida, biz samolyotda o'tiribmiz-u, qulog'imizda ovoz jaranglab turibdi-da, haligi qayta dod deb yig'layotganlari jaranglab turibdi-yu, bir mahal samolyotni deydi, motorini yurganini ovozi eshitildi, parragi ham eshitildi yurishda deydilar. Hammamiz endi duo qilishlikni boshlab, ana boshlandi, endi uchish deb tursak, stюардessani ovozi eshitildiki, ob-havo noqulayligi uchun samolyotni uchishligi kechikdi 4 soatga. 4 soatga kechikdi degan bir ovoz bo'ldi. Hamma hayron, hamma nimada turibmiz. Bir zikrlar aytib, tasbihlar aytib o'tiribmiz-u, bir mahal 4 soat o'tdi-yu, eshik ochildi, haligi opoqi kiryaptilar-da, deydi, qo'llarida hujjatlari, "Labbayk Allohumma labbayk, labbayk Allohumma labbayk" deb yig'lab kirib kelyaptilar-da, deydi. Ana duoda ijobat. Qarangki, deydi, aeroportga kirayotganimizda ham osmonda biror parcha bulut yo'q edi, deydi. Aeroportda turganimizda ham, aeroportdan chiqayotganimizda ham, samolyotga o'tirayotganimizda ham biror parcha bulut yo havo nima emas edi-yu, Xudoning qudratini qarangki, uchmasin shu odam kegingacha degan buyruqni qildi, uchmadi-da, deydi. Ana bu nima desa, bu duoning ijobati-da. Alloh subhanahu va taolo siz va bizga ham ana shunaqa duo qilinglar, deyapti. Duo qilganda ishonch bilan albatta Allohning berishiga suyanib turib duo qilinglar, deyapti-da. Bermaydi, meni duoim ijobat bo'lmaydi emas ekan. Kim bo'lsa duo qilsin, deyapti. Qarang, kim bo'lsa duo qilsin, men ijobat qilaman, deyapti. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir odamlardan so'rar ekan qiyomat kunidagi, "Hoy bandam, meni biror marotaba erkalatganmisan? Ey Robbim, sen olamlarning Robbisi bo'lsin, muluku dunyo va oxirat, dunyo va oxiratning egasi bo'lsin. Qanday seni erkalatiladi?" Shunda Alloh taolo aytar ekanki, "Meni 99 ta ismi sifatim bor. Shu 99 ta ismi sifatimni hech bo'lmasa 10 tasini aytganingda edi, men erkalanardim-dir." Men erkalanardim. Necha yil umr kechirding? 70 yil, 80 yil umr kechiribman. Shu 70 yil, 80 yil umrning ichida biror marotaba meni 99 ta ismimni aytganmisan? Hech bo'lmasa 10 tasini aytganmisan? 70 yil umr kechiribsan.
agar sen menga hech bo'lmasa 99 ta ismi sifatimdan 10 tasini bo'lsa ham aytib, ey Robbim ber deganingda, men erkalanib farishtalarga aytardim, o bandamni qaragin, bir maqsadi bor ekan, mendan bir so'rashligi bor ekanki, ismlarimni aytib turibdi-da, guvoh bo'linglar, nima so'rasa beraman deb Alloh taolo turib olar ekan. Mana yana bir nimada qiyomat kuniga borganda bandalar da'vo qilmasin. Ey Robbim, duo qilishlikni bilmabman-da, agar duo qilishlikni bilganimda duo qilardim deb da'vo qilmasin deb Alloh taolo Qur'onda sizni bizga duo qilishni ham o'rgatib turibdi-da. Qarang, duo qilishni ham o'rgatib turibdi-da. Mana Qur'onda bor edi, nimaga sen o'shandan o'rganmading deb Alloh aytadi-da. Mana shu duodan bittasi Astag'izu billah, Robbana atina fid dunya hasana. Ey Robbim, menga dunyodagi yaxshilikni bergin. Bu duoda ustozlarimiz alayhi rahmat aytadilarki, bu duoda chegara yo'q. Qarang, biz so'rar ekanmiz, chegaralab, falonni ber, bo'ldi. Boshqasi bas shuni bersang bo'ldi degan so'rash bo'ladi. Agar chegarasiz so'rash qanday bo'ladi desa, ey Robbim, menga dunyodagi nima yaxshilik kerak bo'lsa shuni bergin. Nima yaxshilik kerak bo'lsa shuni bergin. Endi buni qarangki, biz inson shoshiluvchi ekan, shoshiluvchi shu narsaki hech qaysimiz bilmaymiz nima yaxshi, nima yomonligini. Lekin so'rar ekanmiz, menga mashina ber, mashina. Kamoli ko'p so'rab o'rganimizdan so'radi, endi ber deman deb turib bersa, bu mashina yaxshilik keltirmasligi ham mumkin ekanda. Nimaga desa, biz yaxshiligini so'raganimiz yo'q-da, biz so'radik nimani desa, mashinani so'radik xolosda. Yaxshiligini, dunyodagi menga yaxshilikni desak, agar bizga o'sha narsa yaxshilik keltirmasa, uni bermay turar ekan. Bermay turar ekan, kechiktirib turar ekan. Qachon bizga yaxshilik kelishligi bo'lganda, o'shanda kelgan Xudo berar ekan. Hatto bir inson yoshligida duo qildi-yu, o qariganda berishi ham mumkin ekanda. Hatto o'layotganda berishi ham mumkin ekan. Hatto debdilar, agar ota duo qildi-yu, otaga o'sha narsa yaxshilik keltirmaydi, nimani beradi Xudo desa, farzandiga beradi debdilar. Agar farzandiga bermasa, nabirasiga beradi. Nabirasiga bermasa, chevarasiga 7 zurriyotdan bittasi o'sha otani duosini ko'rmasdan qolmaydi debdilar. Agar otaga ham, farzandlarga ham, nabiraga ham, chevaraga ham, evaraga ham 7 zurriyotdan birontasiga bermaydigan bo'lsa-chi desa, qiyomatga qolar ekanda. Qarang, qiyomatga qolar ekan. Nimasi desa ijobat. Endi qarangki, mana inson aytganimizdek shoshiluvchi biz, kimdir o'sha mashina ber, mashina dedi-da, haligi mashina yetib kelgandan keyin yo qarzga kirib ketyapti, yoki mashinani borib qarz satib uryapti, o'zi ham nobud bo'lishi mumkin, yoki mashina pachaq bo'lib ketyapti-da, yana qarz ustiga qarz bo'lib ketyapti. Agar Alloh taolodan ya dunyodagi yaxshilik degandachi desa, o'sha narsa, bu narsa pulda ham, hovlida ham, mol dunyoda ham, farzandda ham, xotinda ham bo'lishi mumkin ekanda. Shuning uchun duo qilayotganda Robbana atina fid dunya hasana. Ey Robbim, menga dunyodagi yaxshilikni bergin. Qarang, menga dunyoda nima yaxshilik bo'lsa bergin. Pul yaxshi bo'lsa Xudo pulni beradi. Mol dunyo yaxshi bo'lsa mol dunyoni beradi. Mashina yaxshi bo'lsa mashina, hovli joy bo'lsa hovli joy, xotin bo'lsa xotinni, farzand bo'lsa farzandni beradi-da. Endi qarangki, ota duo qildi-yu, mana ko'pchiliklarimizda bir holatni ko'ramizki, otalarni ko'ramiz, ota-ona nochor, farzandlar ko'p, qiynalib, mashaqqat bilan bir imorat ham qila olmasdan, bitta velosiped ham ola olmasdan, bolam deydi-da, yaxshi libos ham kiymasdan nochor, qiynalgan holatda yashab, vaqti soati yetib o'lib ketishadi-yu, 1-2 yil o'tib turib endi bolalarga Xudo berishni boshlaydi. Bolalarga Xudo shu darajada beradiki, uylarni tekizlab, boshqatdan uylarni qurib, qator mashinalarni olib, uylarni chiroyli qavat qilib, pullari ko'payib, eshigidan odam uzilmaydigan darajada ko'payib ketadi-da. Shunda sizni biz nima deymiz desa, attang ota-onasi ko'rmadi-da.
attang ota-onasi ko'rmadida bechoralar rosa qiynalib, qo'lidan ketmon tushmasdan nochor bir hayot kechirishdi-yu, shu bor ekan berib ko'rmadi degimiz-u, lekin o'shani bolalarga bo'lishligi nima desa, bolalarga bo'lishligi otani bilan onani duosini sharofatida. Ota-ona duo qildi, o'ziga so'radi: "Ey Robbim, menga ber, farzandlarim bilan yeylik, yashaylik, chiroyli yashaylik" deb so'radi-yu, lekin u pul u odamga yaxshilik bo'lmaganligi uchun, u yaxshilikni so'raganligi uchun unga bermadi-da, farzandlarga berdi. Farzandga bo'lmasa nabiraga, nabiraga bo'lmasa chevaraga. Endi xo'p, 7 zurriyotdan bittasiga ham bo'lsa ham berilmadi desa, qiyomatga qoldi. Qiyomatda nima bo'ladi deyilsa, qiyomatda debdilar, butun mahshargohda insoniyat tirilib jam bo'lingan mahalada Alloh taolo tarafidan xitob qilguvchi xitob qilar ekanki, dunyo hayotida yashab turgan mahalada bir insonlariki ular duo qilgan edilar u Alloh ularning duosini qabul qilmagan edi. O'sha odamlar bormi, ajrab chiqsin. Bir odam rosa ko'p duo qilgan, shu duolardan mingtasini ijobat qilmagan, qabul qilmagan, ajrab chiqar ekan. Men 1000 ta duo qildim, ijobat qilmagansan, ajrab chiqar ekan. Kimdir 999 ta, kimdir 900 ta, kimdir oxiri bitta bo'lsa ham duo qilganda, uni ham Xudo qabul qilmaganda, u ham ajrab chiqar ekan. Bitta katta jamoa yig'ilib turgan paytida odamlar bag'da hayron bo'lar ekan, Alloh bularga nima qilar ekan, qanday muomala qilar ekan, nima ularga ehtirom qilar ekan deb tursa, Alloh taolo aytar ekanki, sizlar menga dunyo hayotida duo qiluvdilaring, men ijobat qilmagan edim. Endi bugunlik kunda sizlar o'sha dunyo hayotida so'raganlaringni bermaganimni har biriga jannatdan 1000 ta narsa so'raylar, beraman der ekan Alloh taolo. 300 tasida jannatni so'rab olar ekan bizda. Qarang, 300 tasida jannat, qasri bo'lsin, bog'i bo'lsin, 70 ming yashilligi bo'lsin, xuri bo'lsin, nozi ne'mati bo'lsin, xuri g'ilmoni bo'lsin, daryosi bo'lsin, daryoning labida so'rilari bo'lsin deb butun jannatdagi narsalar so'rasa 300 tasida tugar ekan. Endi qolganichi desa, qolgani 700 tasi darajat bo'lib payg'ambarimizga qo'shni bo'lishlikkacha yetib borar ekanda. Haligi 1000 ta odam aytar ekan, qaniydi yana duo qilganimda-yu Alloh ijobat qilmagan dedi deb turib olar ekan. Shunda duo qilmagan odam qaniydi bitta bo'lsa ham duo qilganim dedi derkanda. Mana bir o'ylab ko'radigan bo'lsak, kimlardir duo qiladi, qabul bo'lsa ham foyda, qabul bo'lmasa ham foyda ekanda. Qabul bo'lsa o'ziga ham, farzandiga ham, nabirasiga ham, chevarasiga ham, 7 zurriyotdan bittasiga bo'ladigan bo'lsa, ijobat bo'lmasa qiyomatda jannatdan so'rashlik bor ekanda. Endi qarangki, ba'zi bir odamlar bu holatni ko'rib, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol val Ikrom, qaniydi dunyo hayoti qaytarilsa edi, men duo qilardim, tilimda namin bor sendan duo qilib so'rardim deb turib olar ekanmizda. Endi qaytarilmaydi-da dunyo. Mana suhbatimizni nihoyasida so'rashlik borasida Ixlos surasida Ruhul Bayon tafsirida keltiriladiki, Astag'izu billah, qul huvallohu ahad. Ayting ey habibim, ey do'stim, u Alloh yakkayu yagonadir. Noldan keyingi bir, ikkidan oldingi bir emas. Yakkayu yagona yolg'iz Alloh. Allohu Somad, Alloh behojat. Shu behojat degan, Allohu Somad degan oyatni tafsirida Ruhul Bayonda keltiriladiki, Ibrohim alayhissalomni otalari Ozar but yasab sotuvchi bo'ladi. U yasagan butini ismi Sanam ekan. U sanamni Xudo deb sotar ekan. Xudo deb sotib, bozorga olib chiqib sotib, qolganiga puliga ro'zg'orini qilib, qolganiga yana bitta mahsulotini olib kelib, chiroyli qilib yasab, aliflab, laklab, zinatlab, kechasi bilan yosanam, 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 yosanam deb chiqar ekan. Tong otgungacha. Tong otishiga so'rar ekan, ey Robbim, ey sanam, menga falon narsani berdir. 40 yil bozorga olib chiqib sotib, yana mahsulotini olib kelib yasab, yana aliflab, laklab, kechasi bilan zinatlab, yana yalab, yulqab,
yo sanam deb chiqib yana ertalab maqsadini so'rar ekan. Kunlardan bir kun 40 yil deganda kechasi uxlamaganidan, kunduzi charchaganidan toliqib ketib, adashib ketib, xatodan yo sanam deyishdi o'rniga yo Somad deb yuboribdi-da. Har joyda hozir va nozir bo'lgan zot Alloh labbe bandam ey Ozar nima istaysan? Ozar 40 yildan beri sanamdan so'rayotgan narsasini so'radi, o'sha zahoti Xudo bergan ekan. Shunda farishtalar aytgan ekan, ey Alloh bu Ozar bo'ladi, but yasab sotadi, tirikchiligi shundan bo'lsa, ismini sanam deb kechasi bilan yalab yulqab Xudo deb e'tiqod qiladi. Senga sherik qiladi bu. Shunday bo'lsa ham adashib ketib, charchaganidan, xatodan yo sanamni yo Somad devorsa, labbe deb so'raganini berib turibsansa, Alloh aytgan ekan, bilaman bu Ozarni but yasab, uni Xudo deb sanam deb aytishini ham bilaman. Kechasi yalab yulqab tong otganda maqsadini so'rashini ham bilaman. Xudo deyishligini ham bilaman. Adashib ketib charchaganidan yo Somad devorganini ham bilaman u. Lekin shunday bo'lsa ham yo Somad deganda labbe deb u so'ragan narsasini bermasam, uni yonida turgan butlardan nima farqim bor degan ekan Alloh taolo. Qarang Allohning qudratini. Shunda Musallim rahmatullohi alayhi aytadilarki, bir ozariki adashib ketib, charchab ketganidan yo Somad duorganiga Alloh beradigan bo'lsa, bergan bo'lsa, siz u biz Allohni tanib turib, Alloh taoloning berishligiga ishonch hosil qilib, yakkayu yagonaligini bilib turib so'raydigan bo'lsak, Alloh qaytadan ham bermaydi deyaptilar. Qarang, qaytadan ham bermaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin, hammalarimizni Alloh rushda hidoyatda qilsin, iymonlarimizni Alloh salomat aylasin, ozmi ko'pmi qilayotgan duolarimizni Alloh ijobat aylasin.